Mana izlab penavitonimizni quyilish jarayonidamiz. Xudo xolasa yarim qismiga yetib kelganmiz. Azizlar, mana bu ustiga solinayotgan narsani o'tgan safargi videomda bitta akamiz kommentariyada so'ragan ekan. Bundan solinishidan maqsad nima deb so'ragan ekan. Shu savolga javob berib o'tib ketaman. Azizlar, buni yozilishidan maqsad penavitonning namligini uzoqroq vaqt o'zida ushlashdan iborat bo'ladi. Nimagaki bu shabadada, ochiq tomda tez qurib qoladigan bo'lsa, nozik bo'lib qoladi. Shuning uchun solinadi. Bu solinadigan bo'lsa, buni tagida penaviton qiziydi, qizib terlatadi o'zini. Ana shu teridan chiqqan suvni o'ziga qaytarib singadi. Suv sirkulyatsiya bo'laveradi buni ustidan ma'lum bir vaqt. 1 hafta 10 kun shu davomida sement reaksiyasi davom etaveradi. Bundan solinishidan maqsad shu. Bunga shunaqa hamma narsasini joy-joyiga qo'yib qilinadigan bo'lsa, fibra bu narsalar shart emas. Bez trisheni zo'r bo'lib qatib beradi, baquvvat bo'lib. Hamma normalari joy-joyida qilinsa bo'ldi. U fibrani o'zimizda qo'shiladi xolos, boshqa joylarda yo'q.